Mana nomerini o'qib chiqarib beraman. Mash bolani o'zi mansab qilib beradi. Bugun sizlarga bizada barcha mashinalarning narxiy xarakteristikasini gaplashamiz. Birinchisi Li7 Ultra 25-25, 59,5. Voya Free 318, Apollo Tekli 24-25, 25-25, 24-25larimiz. Qarang, aka, mana shu bitta savol tug'iladi obunachilarda ham. 24 bilan 25 ning nima farqi bor? Aka 24 bilan 25 farqiga keladigan bo'lsa, bu kuzov 24, ichidagi detal hammasi 25. Bu restyling sifatga kiradi. Bu mashinani o'zi 25 o'zi Doresga kiradi, chunki 26 chiqdi-yu. Endi aytmoqchi bo'lganingiz bu yerda faqat kuzovdami? Da, kuzov 24-yil chiqqan, lekin ichiga hech balo qilinmagan. Prosta gentrlarni qo'yib qo'yadi, kuzovni reklama qilib. Xuddi shunaqa turgan mashina. Keyin 25 versiyani hamma narsasi o'tkazilgan bu yerga. Ilojisi bo'lsa bitta ko'rsak bo'ladimi? Da, mana buni salonni ko'ramiz, keling. 25 ni ko'ramiz, do'stlar. Salonni ko'rsangiz, takoy Yevro standartga kiradi mashinalar. Salonni ko'ryapsizlar. Polniy oq salon. Aka, qarang. Bu hozir zavodskoy turibdi, to'g'rimi? Da. Hozir shunda bu mashina sizlardan xarid qilinsa, rus tilini ham ofitsialniy qilib bera olasizlarmi, yo'qmi? Da, kelingni bu yoqqa kelingni. Mana bizada Toshtoy bizani ishxonamizda nima bor? Voya Twix rossiyaskiy kompaniya. Bu rusifikatsiya programma bo'yicha ishlaydigan kompaniya. Voyaga ofitsialniy rusifikatsiya qilinadi. Toshtoy rusifikatsiyaga ham garantiya beramiz biz. Shunaqa joylari bor ekanda. Endi bitta bunisini ko'rsanglar, mana variantimizni ko'rsanglar. Men aytadiyu, mana buni olasizlar, ko'chada yurasizlar. Mana men ishga prosta qarindoshlarni oldiga borib kelishga ham qilsanglar bo'ladi. Okalar, nima deysizlar? Dongfeng Lanjian Y3 modeli. Nima deysizlar, okalar? Turishini qaranglar. Takoy turishi ham skromni. Bu ham Yevro standart mashina. Okalar, Yevro standart deganda nimadan tushunasizlar? Mana bunisi o'zimizning Go standart. O'zbeklarning Go standartiga kirgan, Go standartga kirgan. Bu ham aytganda. Da. Bu mashina to'shto Yevropaga asoslantirib chiqqan mashina bo'ladi. Bunisi ham Freeni elektrichkasi, hamma elektrichkasi bormi deydi. Ani jigar reklama qilganlar buni. Chiroyli qilib. Bu ikkita motorligi, bitta motorligi bor, uni old oblisovkasi mana bu boshqacha bo'ladi. Bu как EQS ga o'xshab takoy Nashnoy Toshkentda chiroyli yonib beradi lekin. Boshqacha. Skromni ko'rinishlari, aerodinamik uchun mashina. Mash model chiroylimi o'zi yangi chiqqan yo bo'lmasa o'zimizning voyalar chiroylimi ma'mula. Yozib ketinglar. Lekin menga nima bu yoqadi, chunki bunda BM motor bo'ladi, pnevmasi bor. Bunda hadovoy o'zi. Aka, to'xtang, hozir narx-navoni bitta so'rash esimizdan chiqibdi. Narxlar nech pulga bo'lyapti? Qarang, 38,5 ga 37 ming, 24-25. Mashinaga 3 yil garantiya bilan rusifikatsiya qilib beriladi. O'sha summaning ichida. Aka, qarang, endi buni qo'yib turinglar. Mana buni ko'pchilik yangi model bo'lganiga narx-navosini qiziqyapti. Bunisi 31,5 aka. 31,5 mi? Da. Bundan o'tadigan joyi ham bo'ladimi? Bundan ham o't beramiz, undan ham narigisan ham ozgina o't beramiz. Mana ilojisi bormi? Mana shu imini yangi modeli bitta obzor qilsak, kichkina salonni obunachilarga bitta ko'rsatsak. Da, bo'ldi, hop, 1 minut kalt olib chiqib beraman. Narigisini aka, bunisini kaltini olib chiqaman. Bo'ldi. Hop, bo'ladi. Mana bitta ham yangi mashina. Ham shu voya bilan naryoq turgani bilan bir xil. Endi uni takoy ko'rib turibsizmi? Takoy chiroyli bu, как Mercedes EQS anaqasini vibe'ini beryapti lekin. Nima deysizlar obunachilar, o'zingizlar bitta kommentariy qoldirib ketasizlar. Da, buni mashinani yoqqan tarafi menga mashinasi bezramishni bo'lgan, takoy sportivniy bor. Shuni tushirib qo'yasizlar. Mashina tema lekin. Bitta sotuvchisiz. Endi bizdan ko'ra yaxshiroq ma'lumot berasiz. Bu haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Yangi model-ku baribir endi. Da, bunda ikkita elektr motor bo'ladi, 75 kW batareyka.
anaqa BYD ni BYD ni emas, adashdim uzr, Zikr batareykasi bo'ladi. И 4 ta ведущий. Men hamma qiziqadi, mana bunisi yetsanglar bo'ladi, чтоб mana glansvoy narsa, diskasi, matvoy qalpakchasi bo'ladi bu. Yechib qo'ysangiz bo'ladi, чтоб mana qorda yoki tog'ga chiqqaningizda ichkariga anaqa tormoznoy sistemaga shikal yetmasligi uchun. Yozib просто yechib qo'yib, takoy chiroyli turadi. Buni ikkita oldi sijenya, Abduf va Bagrev massaj hammasi bor. Xidab display. Salonni ko'ringlar. Masjidga qo'ying. Minimalizm qilib tashlayapti lekin. Ha, 12 soling. Bo'yi free da, menimcha. Bilmadim lekin. Bu yerni baribir Hozir mana shu masjidga qo'yib yuboring-ne. Orqalarini ham bir ko'rsatamiz. Uchkalariga ahamiyat beringlar, uchga boshqacha. Orqadan ko'rinishi. Adlakoniki bor ekan. Bunday qo'ysalar, bo'pti. Tipani barga o'xshatib qo'yibdi. Ha, men ketyaptim meniki. Вот, они ставили, не я же. Вот, идет. Jam keng. Oldindan aytib qo'ying. Mana poliklar emas, bu free poliklarini solib qo'yganmiz. Отдельно sotamiz. O'zini poliklari uch taqib qo'yilgan. Ichida zaradka bilan 4 ta boshqa podoshkasi chiqadi. Takoy keng lekin bagaj ham bor. Bagaji o'rtoqlar qarasanglar keng albatta. Elektronli bagajlik qo'lda ochiladi. Orqasi ham takoy lekin. Men bitta olingdik. Bu yoqdan bo'lmadi. Bunaqasiga olib ko'ramiz. Bu yoqda sig'may qoldim sal. Nima deysiz orqa ko'rinishiga? Shokolad bor mashina. Okay. Qarang, bularning narx-navosini aytdingiz-a? Ito mana bo'yalarda ham hozir qanaqa bundoq bonusi bormi yo bo'lmasa boshqa narsa qo'shib berasizlarmi? Yo bo'lmasa narxidan ozgina skidka bormi? Narxidan lekin ozgina skidka qilib beramiz. Bonusiga hamma Xitoy mashinani tekis qilib aytaman, uверен bo'lib aytaman, zavodskoy braki bor hammasi. Biz buni brakini topganmiz, qattaligini oxirga chiqib qo'ymagan xitoyliklar nimagadir. Buni zavodskoy braki pnevmo nasosida orqasidan rezinkasi chiqib turadi, orqa balonda, mana bu tomonda. 40 ming, 50 ming, 60 ming probekni u yedirilib, sizni 2 ming, 3 ming dollarga tushiradi yo'q joydan. Yo'q joydan. Da, просто yedirilib ketganda siz bilmaysiz bu narsani. Biz mana bervordi, problema sizga tug'dirish niyatimiz yo'q. O'shani to'g'rilab beramiz. O'zini tochkasi bor, shaqqa qo'yib beramiz. Keyin bizda aksessuarlarigacha bor bu modellar. Voy free, именно free aksessuarlarigacha. Okay, shunda bitta savolda, voy olib kirish bo'yicha shunda ofitsiallikni olganmisizlar yo? Ne, ofitsiallik olmaganmiz. Ofitsiallik berilmaydi, chunki nezakonni bo'lib ketishi mumkin. Shot faktura bilan berilmaydi lekin. Sizlarda hozir endi 40 bilan chiqariladi. Da, endi 40, im 40 qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Oxiriga kelganda sizlarga bitta bonusimiz bor. Mana shu ko'rib turgan Donfen markasini boshlang'ich 2,5 ming to'lab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bitta ko'ringlar. To'g'ri. Diskalarni qaranglar, okay. Diskalar 18 adashmasam. Salonni ichida ko'ring. Saloni ham lekin takoy narsa bor. Polni ham yo'q, koja ekan, ha? Eko kojadan qilingan. Rullari, salonni ichi. Abduf, Bagrev hammasi bor, aka. Yo'q, Abduf Bagrev ham bor. Ha. Bagajini ham ko'ringlar. Kattami? Qanaqa? 405 litr. Bagaj qaranglar, akalar. Katta. Mana bu yerda zapaska bormi bo'ladi? Ne, zapaska bo'lmaydi bo'ladi. Zapaska bo'lmaydi, hamda balon yamaydiganlar. Da, balon yamaydigani anaqasi, avarinkasi, tortgan narsasi. Demak, bu adashmasam budjetli mashina o'zi. Da, eng budjetli takoy Yandexga, okalarga Comfort Plus elektriga kiradi. To, что har kun ertalab turib soqqani ko'rsanglar bo'ladi. Aka qarang, naqdga kelib olinsa, nech pulga qilib beramiz?
18,5 ming, yana o't beriladigan joyi ham bor. A to 2 millik aksiya bir qanchagacha davom etishi mumkin taxminan? Noyabr oxirigacha. Noyabr oxirigacha bemalol Da. kelsanglar bo'ladi. Demak, pastda nomer qoldiramiz. Kutib qolamiz sizlarni. Mashina yoqqan bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilaverasizlar.